Diqqat, ogoh bo'ling. Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 26-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10.88 so'mga tushdi va 12.013.52 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 6.88 so'mga ko'tarilib, 13.649.76 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0.46 so'mga tushdi va 159.95 so'mni tashkil qildi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.